Hormaysiz Ziyodilla aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamasdan. Nima gaplar aka? Qalay bo'lyapti haydovlar? Traktor qalay? Ishlayaptimi normalni? Ikkinchisi ham shatda ekan-shili? Ha, kelyapti. Akamizda mana eksklyuziv ichlarini. Oliylar, orqalar tonirovka. Beshariq tumaniga yana bir traktorni hozir ikkinchi traktorimiz oldiga keldik. Lowell 16 litr katta shassi. Hayitdan oldingi Ziyodilla akamiz olgan traktorlarning oldiga. Pluklarini to'rtkorpus link plugda haydayapti. Chimqirg'ani olib qo'ygan holatda mana haydagan joylari. Ikkita traktor mana. Yer haydab kelayotgan 16 litrda hayitdan oldingisi o yerda boshda yurgani, ikkinchisi kecha 5-iyun kuni hayd qilishgani. Haydovchi qurligi ham yaxshi o'rtacha holatda. 30-35 bor. Beshariq tumaniga mana Ziyodilla akam oldiga kelganmiz. Mana hozirda bularda ikkita 16 litr bo'ldi. Ishlayotgan hayitdan oldin xarid qilishdi va apketkadan chiqarishyapti-ki, buni kecha 5-iyun kuni xarid qilishdi. Hozir o'zlaridan xolis fikrlarni so'raymiz. Aka, xormang Ziyodilla aka. Qalay bo'lyapti traktorlar ishlashi? Zo'r ishlashi. Lowell traktorlar nimasi bilan ma'qul bo'ldi sizga? Qolganlarga tavsiyasi qanaqa va traktorda haydov jarayonida minus tomonlari, plus tomonlari qanaqa bo'lyapti? Shu haqida bir og'iz fikringizni bildirsangiz. Traktorda minus tomoni yo'q. Rasxodlari, menga rasxodlar ma'qul keldi. 20 ta 22 ekan. To'rt korpusli lemkin plugda. Bolalaydi. 45 ta katta plugda. Katta o'sha lemkin 7 dan. Qizig'i buni hayitdan oldin oldim, bunisini yana qizig'ib yana bitta olib keldim. O'zi bitta Arion olaman dedim. Arionni puliga yetsa kelarkan, Ariondan baquvvat ekan ham. Shu traktor ma'qul bo'lganidan sizga ikkinchisini ham xarid qildingiz. Bundan oldingisi ham Lowell 11.0 olgandingiz bizdan, 3 yil oldin. Bunisi qalay ishlayapti? Yil oldin olganimiz 2000 soatdan o'tib ketdi. Hali bitta yog'ini almashtiramiz bo'ldi xolos. Boshqa unda kam ketigi yo'q. Tekislar, selkashlarni olib boryapsiz. Qolganlarga nima tavsiya berasiz Lowell traktorlar haqida? Yo Xitoy traktor, mana Xitoy traktorda ko'pchilikda shubha uyg'otyapti Lowell traktorlar. To'g'ri, buzilmaydigan texnikani o'zi yo'q. Buzilayotgan joylar bor, lekin 2 yil kafolat beramiz. Ehtiyot qismlari hozirda sotuvda mavjud. Sizda ehtiyot qismlariga misol uchun shu 11.0 da ehtiyoj bo'lmadimi shu 3 yildan beri? Yo'q, 3 yildan ehtiyoj bo'lgan yo'q. 3000 soat yurdi, shunga qiziqib olvardik, ammo hech narsa qilgan yo'q. U pulini oqladi. Bu erta bahor paxta sezonda bir oy ichida 1000 gektar ekitishadi, avtopilot qo'ydik. Hozir bug'doydan bo'shagan yerda haydov qilyapsiz ekan-a? Ha. O'zimiz yerda qilyapmiz. Endi o'siga o'rib qo'yibdi, endi chimqirqani olib qo'ydik orqasidan. Orqasidan bitta shu hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, mana Lowell traktorlar borasida qaysi markazdan kerak bo'lsa, SC'ning O'zbekiston bo'ylab barcha filiallarimizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hozir Ziyodilla akamiz ham nomerlarni qoldiramiz. Aka, Ziyodilla aka nomeringizni aytib bersangiz, maslahat berib tursangiz telefon qilganlarga bizga katta yordam qilgan bo'lardingiz aka. 99lik 517 0470. Xo'sh, ismlar Ziyodilla. Kimga maslahat kerak bo'lsa, Lowelllar haqida bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Akamiz Beshariq tumanidan bizni oldindan doimiy har doim hisoblanishadi. Hozir bularning rejalari kuzga xudo xolasa 2404 traktorimiz bor. To'liq avtomat 7-pakdan shundan xarid qilishmoqchi. Kimga shunaqa traktorlar kerak bo'lsa, bizga to'liq aloqaga chiqaverasizlar.